Rossiya aeroporti Sheremetyevodan qaytib uyga yubormoqchi edilar. Kelinglar boshidan boshlaymiz. 2-yanvar 5 ertalab men aeroportga keldim. O'zimizni Buxoro aeroportidan registratsiyadan o'tdim. Qimmatbaho kofeni ichdim va samolyotga bismillah deb o'tirdim. Aeroportga 5 ga kelgan bo'lsam, 7:30 ga samolyot uchdi. Asta-sekin hammaga zavtrak berishni boshladilar. Menda shunaqa amle. Kstati, men Aeroflot kompaniyasi bilan uchdim. Bu yaxshiroq, chem yuter. Kstati, ikki tarafimda juda ham zo'r qizchalar o'tirgan edilar. Ular bilan chaqchaqlashib, maza qilib uchdik. Vaqtim ular bilan chaqchaqlashib tez o'tdi va ana-mana degancha aeroport Sheremetyevoga qo'ndik. Bizdan oldin kelgan bitta reys, bizdan keyin kelgan bitta reysdan bir 30 tada odamni zadержать qildilar. Ko'p kishini bittadan xonaga chaqirib, bitta telefonlarini proverka qildilar. Почти 2,5 soat ushlaganlarga men o'yladimki, bizani orqaga yuborishadi deb. Lekin hammasidan sog'-salomat o'tib, ana-mana degancha uyda ham bo'ldim. Siz shu ko'ylakchamni kiyib oldim. Kstati, endi faqat shu ko'ylakni ko'rasizlar, chunki uyga kiyadigan boshqa narsa olmabman. Men tezda perekuz qildim va bitta uxlab turdim. Turganimdan tezda ujinni tayyorgarligini ko'rdim. Endi mendan ko'proq reseptlar kutinglar va storiesimga ham kiringlar. Необычный salat bilan shunaqa mazzali kabobcha pishirdim. Mazza qilib yedik. Keyin erim menga shunaqa chiroyli podarishik olib qo'ygan ekanlar, shuni berdilar.